Assalomu alaykum, Infazia YouTube kanalining ko'rishlari Aravon rayonida Chikalov ko'chasida 6 sotik maydoni bo'lgan chek sotiladi. Mana bu bog'cha. Bu tomonga borsangiz, samolyotni oldidan, aniqrog'i hokimiyatning oldidagi samolyotni oldidan chiqiladi. Bu tomon mana Qirg'iz Telekom orqa tomoni. Bu tomonga borsangiz, Oktyabr ko'chasiga ulanadi. Hozir kirib barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Bu chekni avval ham chiqargan edik. Hozir bahosida o'zgarish bor. Shunga yana qayta chiqarmoqdamiz. Mana shu chek, mana ko'rib turganlaridek hokimiyatni oldida mana shu chek. Bu tomondagi chegarasi to'g'ridagi Peskoy blokkacha. Mana bu qo'shni uygacha bu tomonlari. Ko'rib turganlaridek yerlari tekis. Aravon sentrda joylashgan hokimiyat, bolalar bog'chasi, bu tomonda Habib Abdullayev maktabi, bu tomonda Novoiy maktablarga, hamma ishonalarga juda ham yaqin. Bu tomonlarda qatorasiga do'konlar bor. Aravonda sentrda joylashganligi uchun bu yerda bironta biznes g'oyangiz bo'lsa, biron ishxona ochib olsangiz bo'ladi. Ustaxonami yoki sex yoki samovarga o'xshagan bironta biznes g'oyangiz bo'lsa, aynan shu yerda qilsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, umumiy maydon 6 sotik. Uyni bahosi 8 million so'm. Variantlari bor. Variantlarni bilmoqchi bo'lsangiz yoki egasi bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.